Xolasa xonadonga keldik. Sertifikatni topshiramiz. 3 kishi Umra safarga. O'zligini xabari yo'q. Qani ko'ramiz emotsiyaligini. Ketdik. Valloh chaqirgani shu deb. Gap yo'q ekan. Mana sizga. Yo'q. Nima xijolat bo'lyapsiz? 3 kishini Umraga. Assalomu alaykum. Sen ko'rsataman, men tanitaman. Amal nima bo'lgandi? Safariga. Yigirma birinchida keldi. Voy o'zim o'rgiley, voy o'zim o'rgiley. Qizingizlar qani? Voy qanday yaxshi. Qani bu yana 3-chi? Nimaga yo'q? Ha, keliningizlar, xotiningizlar qani? O'yinchini olib qo'ysiz. Alloh chaqirsa, oy bilan yetkazadi dedim sizga. Umra safariga Alloh chaqirdi. Tabriklaymiz. Yaxshilab Allohga onson. Allohning uyiga chaqirishga keldimi? Emotsiyanglar. Qabul duolarimiz ijobat bo'lsin. Juda so'yintirdingiz lekin so'yinchiligimiz cheki yo'q. Allohga omonatmiz hammamiz o'zi dargohida qabul qilsin Xudoyo. Maktabadina keldi passiya. O'zim sizga hozir bosh bo'laman oxirgi. Xudo xohlasa. Haziliga olib kelganlarni ko'rdim men. Bo'ldi. Hozir ko'rsataman videoda. Biz cheki yo'q xursandchiligimni bolajonim. Shunaqa xursand ketdi. Bugun o'zi uchun siqiluvdim. Mana hozir qildim. Mana shunaqa. Xayrli bo'lsin bolajonim. Yana qo'ygan bolalarimga nasib qilsin. Shunaqa oyda uchrasin. Ham tanish sog' bo'lsin, to'rmishalari omon bo'lsin. Mana ham safarda o'g'lim bor, safarlari bexatar bo'lib, buni ham Alloh taolo chaqirsin Xudoyo. Hammamiz yana birgalikda borishni nasib qilsin. Xudo qilgan Endi bizga ruxsat, biz yana boshqa joyga borishimiz kerak. Voy qanday yaxshi. Hammani uyiga yaxshilik olib. Shunaqa chiroyli